O'zbekistonda bir qiz xiyonatdan keyin sobiq yigitiga noodatiy yo'l bilan saboq berdi. Ma'lumotlarga ko'ra, bir qiz xiyonatdan keyin odatdagidek janjal ko'tarish yoki tortishuv qilishni istamagan. Buning o'rniga u ancha g'ayrioddiy va esda qoladigan usulni tanlagan. Qizning so'zlariga ko'ra, u shpris yordamida tuxum ichini sobiq yigitining avtomobil saloniga, aniqrog'i o'rindiq va qoplamalar orasiga yuborgan. Tashqaridan qaraganda deyarli bilinmaydigan bu usul dastlab sezilmagan, ammo oradan bir necha kun o'tib mashina ichida juda kuchli va chidab bo'lmas darajadagi yoqimsiz hid paydo bo'lgan. Eng qizig'i, bu hidni oddiy tozalash, yuvish yoki kimyoviy vositalar bilan ham yo'qotishning deyarli iloji bo'lmagan. Natijada avtomobil egasi mashinadan foydalanishda jiddiy noqulaylikka duch kelgan va oxir-oqibat uni sotishga majbur bo'lgani aytilmoqda. Xo'sh, sizningcha bu jiddiy qasosmi yoki juda oshirib yuborilgan holatmi? Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Poytaxtdagi eng dolzarb voqealar va muhokamalarga sabab bo'layotgan yangiliklarni Toshkentliklar 24 kanalida kuzatib boring.